Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan Andijondan salom sizlar. Biz Andijon yegamiz. So'ydan proyektiga. Tog'a bor ekanlar. O'zlari yolg'iz yasharkanlar. O'shani uy solyapti. Uy solyaptilar. So'ydan. Ko'ringlar. Bu yerda shu ustavasidagi hamma hasharga mahallaviy akalar ekan. Bugün haşar bo'lyapti obunachilar. Ustamagan diqqat. Ustamagan bu diqqat sizlarga. Ustama aka. Men diqqat sizlarga. Ne yapsın? Assalomualaykum. Qo'y bo'ladimi? Qo'y bo'ladi. Assalomualaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Proyektni boshlab olamiz, u keyin mana diqqat olamiz. Blogerni ko'rganda dardini aytadiganda bir-birimizga dardimizni aytib o'tiribmiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Aka, boshlash qo'ysa emikan. Pasiyadan ish bo'lsa ketaversa emikan deb nimaga desalar obunachilar. Endi hali sizlar Jamshidbek, mana Sirojnaka mana sizlar bor. Sizlardan ko'ra ikkalamizda mas'uliyat juda katta bo'ladi obunachilar. Nimaga desanglar, bitta odamni umidvor qilib ish boshlab qo'yamiz xonadonida. Endi hali nisbatan u insonga umid bermaymiz, u baribir o'sha inson biz borganimizdan keyin hali qandaydir ichida demak men ham yaxshi yashar ekanman, yaxshi kunlar bor ekanman-da, mana xudo mana shu odamlarni mana oldimga yetkazdi deb xursandchiligi oshib o'sha final bo'lishini, ya'ni uylari o'ziga topshirilishini kutadi o'sha insonlar. Biz o'shaning mas'uliyatimizni bo'ynimizga ilib, bo'ynimizga qilib olamiz proyektni boshida. Kelgan obunachilardan har kuni o'sha begona odam uchun o'zimiz so'raymiz obunachilar. To'g'rimi aka? Rahmat, o'zingiz uchun ham so'raganmiz. Ayniqsa kecha kuni efirda urinib ketdi. Pul 3 soat, 4 soat efir qo'yardik, bo'lib 13 ming rubl pul yig'ilgan. Burun ko'p yig'lardi-yu. Endi to'g'ri hozir hammada pul uzilgan payt, lekin 70 mingta odam ko'ribdi efirda. 70 mingta odam 1 rubldan yoki 5 ming so'mdan tashlasa ham ancha pul olib ketadi-da. Yani orada bittasi endi mashiyo topishdikmi deb bizni ko'rmaganlar yozyapti. Endi qani endi hali pulni 100dan birini o'ziga ishlasiz, hali gapni eshitib qo'yaverasiz. Lekin u narsadan biz ham qo'rqamiz, ishlatishdan. Biz o'zimiz ma'lum nimalarimiz yetadi, misol reklama, rasmlardan tushganimiz. Lekin bizga ham foydasi bo'ladi proyektda. Video ko'proq olinadi. Endi proyektda bunday to'g'risini aytganda, proyekt qilsak ham savob, ham videoyimiz постоянный bor. Ko'chada video olib yurgandan yaxshi. Shuning uchun mana boshlab olamiz, keyin diqqat bo'lib, mana hozir Bag'dodda ham jamchalik nima bo'lmayapti deyapti. Bizda bugun mana kecha oshnam 2 tonna sement bergan. Bugun betonni qo'yib olsak, ertaga yana quriymiz, g'ishga keldi desak, o'sha g'ish 7-8 million bo'lib ketyapti. Siz boshlaganingizga necha kun bo'ldi? Ilgari kun video chiqardik, kecha boshladik. Ikkinchi kun. Lekin kecha efirdan tashqari bu tushmayapti-da. O'zbekiston kartamizga tushdi. Общий 350 ming. Hech kim yo'q. Yo'q, biz bedamasmiz. Obunachilar qo'llab-quvvatlab turinglar, oson bo'lmayapti jigarlar, to'g'risi. To'g'ri, endi biz misol uchun sizlarga haqiqiy montaj qilib, endi bir xil blogerlarga o'xshab, endi mana menga aytib o'tay, biz ham ko'pchilik aytadi yoshlarni. Bir xil blogerlarga o'xshab montaj qilib, birovga borib, siz yig'lab bering, sizga zo'r pul tushadi, masalan, shunaqa demaganmiz hech qachonda. Borini chiqarganmiz. Odamlar ehson qilish kerak bo'lsa, joyi bo'lsa qilgan. Sizlarga bitta videoda tushadi. Sizlarga lekin shunaqa qilib montaj qilishni ham bilamiz. Lekin biz bunaqa yolg'on ishlashni xohlamaymiz. Shunaqangi bir montaj qilib, chiroyli qilib sizlarga ko'rsatadigan bir ta'sirlantirishni sizlarni dod deb yig'latishni ham qo'limizdan keladi. Shuning ichida yuramiz. Lekin biz borini bordek chiqarishni yaxshi ko'ramiz obunachilar. Haligi yolg'on aralashtirgimiz kelmaydi. Misolda bitta qiynalganga ne qilib yig'lang,
demaganmizda endi misol uchun o'sha insonni borini bordek chiqaramiz. Ehson qilinglar deb ko'rsatamiz. Keyin bir marta ko'rsatamizda, keyin hali insonni uyi bitganga 30 kun ketadimi, 20 kun ketadimi, har kuni o'zimiz so'raymiz. Xuddi o'zimizga so'rayotgandek. 50 rubl ehson qo'yinglar, 5000 rubl ehson qo'yinglar deb. Bizdan ko'ra ehson qilinglar, Xudo yo'liga ehson qilinglar degan gapni ko'chadagi gadaylar, svetoforda gadaylar kamroq ishlatadi, obunachilar ishoninglar. To'g'risi-da. Hani svetoforda olib turganlar, ko'chada yurgan lo'la deb qo'yamiz, ehson so'rab yuradi. O'shanaqalar bizdan, ha? Obunachilar kepchik. Bizdan ko'ra nima kam ishlatadi. Biz ko'proq ishlatamiz. Shuning uchun bir ikki hali lo'laga o'xshamay qolishgan desa ham xafa bo'lmaymiz-da. Chiqib belki bir kepchik ekan. Obunachilar Qadrdonlar qo'llab turinglar shu kartalarga ozginadan. Tezroq to'qilaylik. Ular kelin taraf. Kelin taraf. Uy bitsa kelinni olib kelishadi. Ha, xafa bo'lmaydi. Payondoz ham solmadingiz-da. Birinchi tashna bo'ladi o'zi. Turpoqqa kirib Hali keldi. birinchi boshda men silmetda keyin xudoni olib ketadi mana qo'l. Sovchilikka borarsizlar, ha? Ishlaymi bitib qolsa bo'lmasam aka, sovchilikka. Ha, prehtilarga bir o'zinglarga aytib qo'ymay, boramiz ammo hech qanaqa bunaqasi bo'lmagan qilib boramiz. Aytib qo'ydingiz-ku? Yo'q, nimaligini aytmaysiz-a? Nima olib borishimiz? Nima bir narsalar olib borib bizni xijolat qilib yurmanglar aka. Bir narsa olib boramiz. Voy, Rustamjon, siz prehtga bormay bir mashina mo'ljallab yuribsizmi-ku deb shunday ko'zlaridan milt qilib oqqan yoshga rasvor tayyorlab qo'ysanglar, ash loy olib ketadi. Ashib kelib tursinmi bo'lmasam, loyga suvda qiynalyapti o'zi. Kecha suv chiqardik, ko'rdingizmi? Bo'pti, solib turavering. Qo'ymas ekan aka. Voy, borib turadi. Ha, Eldor akamlarmi? Shunaqa obunachilar. Qo'llab-quvvatlab, kuzatib kartalarga bekor qo'ymanglar. Mana shu kartalar xudo xolasa sizlar uchun. Qo'llab turinglar, qadrdonlar. Ozginadan Rustam akamni endi mana shu aka-ukamiz birga ishlayapmiz. Mana anchadan beri bir-birimiz proyektiga borib turibmiz. Boramiz anaqa. O'zimizcha hap bo'ldik. Mana guruch purish Eldor aka degan akamiz bor. 1 2 3 4 500 ming so'm ehson qilib ketibdi. Guvoh qo'yasizlar. Biz mahalladanmi? Mahalladaligi uchun bormay anaqa qilib turibmiz-da. Hozir bizga qarab Masha aka. Guvoh qilib qo'yinglar qadrdonlar, savdolarga baraka bersin deb. Shu guruch purish aka. Mana shunaqa insonlar ana yetkazoradi Allohim. Mahalladan haligi ehson joyi bo'lmasa, misol oilasidan orttirib mana 500 mingni berib ketmaydi asholadan. Insonni joyi ekanda mahalladan berib ketayotgan bo'lsa, mahalladan qo'llab-quvvatlashsa keyin yuradi proyekt. Xudo xolisa topshirib yuborasiz. Obunachilar duoda bo'lib, mana shu pastdagi kartalarga befarq bo'lmay qo'llab-quvvatlab turinglar. O'sha gap, mayli aytaveramiz. Biz o'zimiz uchun so'ramayapmiz. Shuning uchun 5000 so'mdan hech bir haftada bir marta ehson qilishni o'rganib olishsa ham 20 mingta odam 5 mingdan tashlasa 100 million pul bo'ladi aka. 100 million bilan bitirasiz. 100 million bo'lsa, qadrdonlar, bu yerda ana bir pul bo'lsa, shunday bitta ikki xonani mo'ljallab, shu pulga mo'ljallab past bitiramiz, 15 kunda ketamiz. Biz mana mayda pul tushadi, keyin kimdir yozadi, yoniga aniq qo'shinglar deb, ahna qolib ba'zi kattalashib ketib qoladi. Shuna qolib qiynalib qolamiz o'zi. Endi o'sha 20 ming odam ehson qilmaydi-da. Endi obunachilar, hali Rustam aka aytmasdan san nima edi? San manga boramizmi nima? Ha, uymi yig'ib yurishimiz qoluvdi endi qadrdonlar. Uymi yig'ib yuramiz endi obunachilar. 20 mingta odam ko'ryapti-da mana shu video deylik. 20 ming odam. Har bittalaring mana aytmayapti demanglar. Har bittalaring mana ko'rdingizmi o'sha tamomsiz bu hisobga kirdingiz-da. 20 mingta odam 5 ming so'mdan tashlasa, 10 ming odam tashlasa 50 million pul bo'ladi obunachilar. 20 ming nima bizni ko'rib turibsiz? 5 ming so'mingiz bilan hech qachon hayotingiz o'zgarib ketmaydi, to'g'rimi? Lekin mana shu odamning hayoti o'zgarib ketadi. Yo'q, eng qizig'i, agar hozir mana va'da bering, bugun hamma misol uchun mana shu pastdagi kartaga 5 ming so'mdan pul tashlaydigan bo'lsa, misolda 10 ming odam ko'radigan bo'lsa, 5 mingdan tashlaydigan bo'lsa, 50 million pul bo'ladi. 50 million tushadigan bo'lsa, 5 kun karta qo'ymay ham ish qilasizda, misol. 50 million bizni proyekt unaqa katta emas. 50 million tushsa
to'xtatib qo'yishimiz ham mumkin. Katta qo'yishlar. Ve obunachilar, qadrdonlar, bu aytilishiga qimmat summa-yu, lekin mana ko'rib turgan odamlarga bo'ladigan bo'lsak, вообще oz. Ha, Sberbankka tushgan pulni bir hisob qiling. Birinchi qo'ygan videomizda pulni hisoblab berdim. 50 ming odam ko'ribdi videoyimni, bitta bo'lak odam tushgan pulni 2 so'mdan to'g'ri kelibdi har bitta odamga. Uyat obunachilar dedim o'shanda. 5 ming so'mdan qo'llab olinglar. Siz yaxshi o'qsiz. 20 ming odam ko'ruvdi. 1 rubl ham tushmaganiga charchamadim. Endi ashu videoni boshida aytib o'tamiz, qadrdonlar. Hali kimnidir kelib turib, yig'latib sizlar rahminglar keltira olmasanglar, o'ylamanglar ehson joymas ekanda. Biz ashu jicha-joyiga gunohga botib qolish xohlamizda, siz ashu yig'lasa ko'proq ehson qilarsiz, fokus joy emas bo'lsa, biz yig'latib qo'yganmiz. U gunoh bo'ladi. Bu gunohi bizga bo'ladi. Borini chiqaryapsiz-da. Endi yana bitta narsa, obunachilar, hamma Instagramga kiradi, jigarlar. Instagramga kirib, video ko'rib o'tirganingizda mashinalar bo'ladi. Mashina mana bizim meni videoyimni ham, shuna o'zim gapirib chiqqan videoyimni olib, karta qo'yib qo'ygan joyimizni shuna o'zining kartasini qo'yib ekranga videoga chiqarib yuborishibdi. O'shani videongizni ko'chirib bitasiz. O'sha o'zimning videoyim. Men kirib kommentariy yozgandan keyin bildim. Kirib kommentariy Jabborali deb kommentariy yozdi. Keyin bildim uni. Boshqa meni o'zimning Instagramga qo'yganman 5000 ta prosmotrga. Uni Instagramida 2,5 million prosmotr bo'lgan, lekin video umuman o'zgarmagan. O'sha video, bir xil video. Mendan shuni olganda, shuni qo'ygan, kartani o'zgartirib qo'ygan. O'shanga ham ehson qilyapti odamlar. Undan mana o'z ko'zlarim bilan ko'rib turibsizlar. Mana pastdagi kartalar, ism familiyasi mana Rustam aka, Sberbank nima oti? Sanjarbek. Sanjarbek deb yozilgan. Ko'rib turibsizlar. Bo'layotgan voqealarni, mana tashlagan pulingizga nima olinayotganini ko'rib turibsiz. Mana shunaqa joyga, ehsonni joyiga ehson qilishni vaqti kelgan obunachilar. Instagramda birov videosini qo'yib yuborgan odamga ham pul tashlaversangiz, yana meni videoyimni qo'yib, onasini kartasi deb yozib qo'yibdi, kartani qo'yib va onasini telefon raqami deb qo'yibdi. Telefon qilsam bitta olib olyapti. Bilmayman, men. Onasi aralashtirmanglar deyapti. Begona odamning umri. Shuning uchun qadrdonlar, shunaqa mashinalarga ham odamlar aldanib pul tashlayapti. Uni o'rniga o'sha ehsonga insonni masjidga jalb qilsak, mana shunaqa narsalarni ko'rsatsak, mana shunaqa realniy bo'layotgan ishlarni o'rgatsak, Instagramda noo'rin pulni isrof qilmagan, mana unda bunaqa joylarda ko'rsatsak, xudo xolasa o'sha ko'rsatgan sababchilar ham xudo xolasa Allohning oldiga borganda mukofotini olaveradi. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar, mana 25 ming odam ko'rgan bo'lsa, bu like faqat 1000 ta odamga atalmagan, hammaga atalgan. Yoqqan bo'lsa, bosib ko'ringlar. 1000 ta odam bosadi, qo'ygani bosmaydi. Ko'proq bosilsa, ko'proq tarqaydi. Keyin tezroq tugaydi trek. Omonatga xiyonat qilayotganga o'xshaydi obunachilarim menga. 30 ming prosmotr o'lyapti bizda-da. 30 mingdan 2,5 ming ta like o'lyapti. 27,5 ming ta odamga yoqmayaptimikin videomiz deb o'ylaysiz-da? 27,5 ming ta odam yo like bosishni bilmasmikin, ha? Ertaga o'rgataman shuni-chi. Ha. Bir boshdan YouTube oldingi videoni premyerasi ketayotganda video qilib anaqa qilish kerak. Hali birovlar 1 minutlik like bosishni qo'yib ketadi-ku. Premyerada bo'lmasa ham like bossa mayli, ko'rib olib ham bosasan. Muhimi bossin-da. 1000 ta odam ko'rar, hojonalar televizordan like bosishni bilmas. 5000 ta odam ko'rar, like bosishni bilmasin-da endi. Qolgan 15 ming odam bilsa kerak like bosishni. Telefondan ko'rayotgan odam, ha? Bilsa ham bosmaydi. Nima bo'ldimi? Bo'lmadimi? Ash proyektdan keyin o'tkazsa kerak. Yo, buni olib qo'yinglar, qadrdonlar. Biz 50 ming bo'ldik. Bizga ham aytib turinglar. Yo, meni taniydiganlar 50 ming ta bo'ladi. Obunachilar obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etaveringlar. Xudo xolasa, oxiri hammamiz o'sha jannatlarda ko'rish nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.